Şu balajonlar uchun ehsonni o'zim boshlab beraman. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Yana ko'rib turganlaringizdek, Ro'za Ramazon oyida Xudo xolasa ehsona birgalikda sherik bo'lib bilasizlarmi? Nima uchun degan o'zingizlar hozir tomosha qilasizlar. Shu ko'rib turgan xonadonlaringiz yaxshi niyat ila solingan. Ya'ni musofirda Doniyorbek og'amiz ishlab, mehnat etib, shu oilam uchun, farzandlarim uchun deb sho'rnacha kelib qolgan. Lekin Allohning inomi bilan Alloh xohlabdi, Doniyorbek og'amiz endi oramizda yo'q. Lekin farzandlari shu onasini qo'lida boquvchisiz qolib ketdilar. Onani har bir tomchi ko'z yoshlari doğrusu hech kim chidab bo'lmaydi. Mana ko'rib turganlaringizdek, Doniyorbek og'amizning onasi va Doniyorbek og'amizning farzandlari endi ayoli kamera tush xohlamadi. Shuning uchun mana o'zingiz bir ikki og'zim nov bo'lgan, chatgan qachon bo'ldi? Shu o'g'lim Rossiyada ishlab yuribdi. Oktyabr oyida shuning bo'ldi. Yurak xuruji bilan olamdan o'tib qoldi. Shu joyni orzu umidlar bilan olvadi. Shunga shu xalqimizdan yordam so'raymiz endi shu joyni din ta'mirlab, shu bolalar bilan 3 bolasi qoldi. 2 qiz, bir o'g'li. Shu ozmi ko'pmi xalqimiz yordam bersa shu joyni zötib, shu bolalarni sho'ra ko'chirish niyatim bor. Ro'za Ramazon oyida shu xalqimdan so'rayman. Xayr ehsonlari bo'lsa, qo'limdan ayamasalar. Xayr ehsonlarini Alloh dargohida. Xo'p, qisqaman onajonim. Yaxshi insonlar bor, do'stlar, birodarlar, ko'rib turganlaringizning shu norozi talab uchun Ro'za Ramazon oyida hammamiz birlashib, ekranda o'zlarining karta raqamlarini qo'yaman, o'zlarining telefon raqamlarini qo'yaman. Shu imoratni qolganini davom qildirib berib bilamizmi jigarlar? Kimni qo'lidan nov yordam kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Qizim ading kim? Sharafxon. Sen ading kim? Yarbek. Yarbekmi? Siz böyle etmez. Kimdir farzand azar, onani ko'rib tursa, men hozir bir kichkina bir nima aytdim. Ya'ni shu joyni sotib boshqa ketinglar, boshqa bir diklanib turgan joy olinglar desam, bu ota yurt ekan bu. Do'stlar, birodarlar, shuning uchun shu farzandim yaxshi niyat ila sho'rnacha diklagan dedi. Yaxshi niyati sho'rnacha diklagan. Shuning uchun farzandimni mehnat singan beradi deb turibdi ona. Do'stlar, qo'llaringizdan kelgancha Ro'za Ramazon oyida savob bo'ladi. Birov 5 so'm, birov 10 so'm. Shu mo'jiza farzandlarni ko'rib tursa, shu qadrda ko'rib tursa, shu imoratda o'ynab guliyib yursalar, zo'r ku. Hammamiz birlashsak, kuch birlikda. Bulardan hech narsa talab etib turgan yo'q. Faqatgina bir ehson. Ozgina bir qo'llaringizdan kelgancha shu farzandlar uchun. Ha qizim, yordam bersinlarmi? Xudo xolasa, zo'r atamizmi uyini? Yana bir gap, ha. Alloh xohlasa hech chet olmaymiz. Bitirishini Alloh xohlab turgan bo'lsa, bitadi u. Prosta siz bilan men sababchi bo'lib qolamiz. 5 so'm, 10 so'm yerda qolmaydi. Shunday yaxshi kunda, shunday ulug' kunda. Aldalaringizda savob deb turibdi o'rtoqlar. Men hozir bular do'st, mendan emas, realni. Men aytdim bular. Pika dedim, shu ota-onasi yo'q deb chiqarsak bolamiz ham yo'q dedi. Allohga deb javob beramiz dedi. Shu narsasini xursand bo'ldim. Bo'lgan. Shuning uchun ehson nuqta qolsa, bismillah deb o'zim boshlab beraman. Men ham qo'limdan kelgancha beraman. Izni sizlar davom qildirasizlar. Bemalol ekrandagi kart raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Bu yerning adresini Xalqobod mahallasi. Persizda. Qadimgi 21-Persiz. Ro'zagul to'yxonasida o'rtoqlar. Ko'pchilik biladi. Persizda Ro'zagul to'yxonasining yonida jigarlar.
Shu uchun bemalol qo'llaringizdan kelgancha shu norasitalar uchun shu imoratni sizlar bilan birga diklaylik. Shu Doniyorbek akamizni mehnatlari singan. Ava. Shu ruhlari shod bo'lib, dilovchi, qo'ldovchi bo'lib yotdi. To'g'risi. To'g'ri emasmi? Imoratni nechik go'zallik solganini bir tomosha qilinglar. Bir like bossangizlar ham sizlar o'xshagan yaxshi insonlar yetib boradi. Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Ramazon muborak bo'lsin.